chorva mollari uchun drabilkani vahimasi olib qo'ydim. Qarang. Bunasini. Kichkina farzandidan bemalol bajaraveradi. Endi somonni solyapti ekan, qarang. Savolni qarang. Xotirjam qarang. Bemalol mazali chorva mollarga qo'y mollarga bemalol qilaveradi. Ortda harakatlar bitta odam o'zi boshqarib qo'yaveradi. To'g'rimi aka? Donlari ham bir yo'la mana. Bug'doy. Mana ko'ryapsizlar, bug'doyingiz ham bemalol shunaqangi holatda, lekin tegirmonga davori hojat yo'q. Bu Makkamiz. Makka mardligini shunday butuniga savorillar ekan. Universal drabilkalarimiz Makkani fotasi bilan chiqaradigan mana chiqqanini ko'rsating. Mana ko'ryapsizlar, qarang. Qo'ylarga, tovuqlarimizga, qushlarimizga maza qilib qilsangiz bo'laveradi. Aqabaqa ortiqcha pullaringizni donga sarflamaysiz. Bitta olib qo'yasiz shunaqasidan, to'g'rimi aka? To'g'ri. Mana bittasi mana bug'doyni chiqarayotgan holati mana mollarga shuni qaynoq suvda quysiz atalar tayyor. Tayyor. Qayligini qarang, oho. Odamlar bir xil shunaqa, hali urushni holatda kesib chiqadi. Oldingi paytlarimizda oldin biz ham shunaqa qilib ishlaganmiz. Somonda qarang o'zgarganini. Shlaka bloklar yorib yuboradi. Xohlasangiz somon, makka, bug'doylar hamma yo'qda universal bo'lgan drabilkalarimiz sotuvga boshlandi. Ustaki va qarang, universal drabilkalaringiz ichida qanaqangi maxluqlar yotibdi aka, bir obunachilar tushuntirib bering-chi. Xo'p, endi bu universal drabilkamizda 4 ta setka bo'ladi. Mana bu somonga mayin qilib chiqaradigan, bu molga mo'ljallangan. Bunisi mana hozir yorma, makkani yorma fotasi bilan chiqargan holat. Bunisi bug'doydiki. Mahaviylarni ham mana olib kelib ko'rsating. Jiguli mahaviy pichoqlari двойной. Kuydirilgan pichoq qo'yiladi. Bunisi listdan bo'lgan pichoq bo'ladi. Bunisi mana arzon drabilkaga qo'yiladigan bo'ladi. 6 qalinlikda bo'ladi. Shlaka blok qaysi bir yorib yubordi aka? Shlaka blok hammasi chiqaradi dohir. Hammasi chiqaradi. Muammo bo'lmaydi. Mana olib keling, ichini ham ko'rsataylik-da. Mana drabilkamizni endi bir yo'la narxini aytib o'tamiz. Gapiravering aka. 3,5 kilovat, 3,5 ming oborot alyuminli motor bo'ladi. Universal 1,500,000 so'm joyimizda narxi. Bunisi bor mana. Mahaviylari qalin bo'ladi. 4,5 kilovatli bo'ladi. Bunisi 1,700,000 so'm. Misligimiz bor mana. Buni 2,100,000 chiqaryapmiz. Joyimizda narxi mana mahaviylari Jiguli mahaviy bo'ladi. Shu 6,5likda alyuminlisi bor, uni 2 million chiqaryapmiz. Aka, dastavkamiz Vodiygami yoki O'zbekistongami aka? Xo'p, dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bor, kelishilgan holatda. Hozir biz bu yerda narxini aytdim, bizda xudo xolasa endi imkon boricha o'zimiz Vodiyni ichiga arzonroq bo'ladi, kelishtirib xudo xolasa qilib beramiz. Demak, birodarlar, sanoqli drabilkalarimiz qopda, tezroq joyingizni band qilib qo'ying. Akalarimiz zakra tashab berasizmi, farqi yo'q. Bitta telefon qilsalaring, to'g'ri bundan-da to'liqroq ma'lumotlar berishadi. Vodiyda, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavka xizmatlari bor. Gapingizni bo'lib yana bitta narsani aytib o'tamiz. Mabodo kimgadir motor yoki pichog'i zarur bo'lsa ham, addenni zarur qo'shimcha jihozlari hamma yo'g'i bizda bor. Ana aka. Masalan, oddiy misol oldingi drabilkalar Risoldan bo'lgan pichog'i universal bas. Xohlasa motorini olib kelsa, korpusga bosib universal. Raqam qoldirib qo'yamiz. Ustakamiz o'zining shaxsiy raqamlari bemalol telefon qilib bezak qilaverasizlar.